Mana shunaqa bola tashlagan molni bozorda olib chiqib sotishi mumkin-da dalollar. O'sha vaqtda sen aniqlab berishing kerak. Aka bu bola tashlagan yoki bolasi ichida o'lgan deb aytib bera olishing kerak. Shuning uchun farqini sen ko'rsatyapsiz mana. Ko'rdingmi? Mana shunaqa qovakda ko'rdingmi? Yo'q, bolasi ichida mumyolanib qo'ygan. Mumyolangan bola ham ko'rinadi. O'zi oq chegarali bo'lib ko'rinadi. Agar o'lgan bo'lsa yoki bola tashlagan bo'lsa xuddi mana shunday ko'rinadi. Tushundingmi? Assalomu alaykum do'stlar. Mana kursdoshlar kelgan. O'zi aparat o'zgangani 2 kishi oldi. Umidjon, Farhod oldi. Maqsadjonga endi xudosi uylangandan keyin qilib beramiz. O'zimga kerakmi? Qancha Faqat qo'l harakatlaringiz qotib qolyapti. Harakatlantiring. Ichkari kirib, uni nima deydi, ko'proq harakatlantirish kerak-da. O'ngga, chapga. Aha. Ana shunday, ana shunday. Ko'ryapsizmi? Hali qo'l harakatlari sal anavi. Hozir yomg'ir, mana havo bulut. Mehnatga, suvga chidamlisi. Shogirdga rahmat, mol top bergani uchun. Yomon qiynalyapmiz mol top o'rganishga. Mana hozir qarang, yulduzchani bosdim. Yulduzchan bosdingmi? Ha. Yulduzchan bosgandan keyin mana bu chinani borku bosasan. Mana syomkada bo'lasiz. Mana bo'ladi, ko'rdingmi? Mana shu yomg'ir bo'lganda sensor bilasan, suvdan bo'lib ketar-ku, bosilib. Bosolmasa ham knopkada boshqarsang ham bo'ladi. Tushundingmi? Ha. Farhodjon mana ko'rish boshlayapti. Farhodjon bayangdek bemalol. Farhodjonning o'zi apparatlari shu yerda ular. Mana bittasi bu yerda, bittasi nariga. Xo'sh. Kechani o'zida ikkita apparat sotgandik. Shuning uchun mol uni qilishimiz juda qiyin bo'lib ketdi. Tik. Ha. Nimada turibdimi deyman. Ana. Endi qarang. Buni chiqib ketishimiz, ana flizini bosamiz, chiqib ketdik. Bo'ldi. Ana. CD pufayga mana o'tib ketyapmiz. Qora bor. Mana qora CD pufayg. Ha, ketdik dalchi. O'ynating, o'ngroq, chaproq, ha. Siz qatorga bosib turibsiz, chanoq suyak bu. Ha, o'ngga, chapga, ha. Salgina qo'lni teparoq qilib ko'taring, salgina ko'taring. Orqaga qarab tortamiz. Ha, o'ngroqqa olamiz. Tortaveramiz. CD pufayg topib olishimiz kerak. Mana o'ynatyapsiz, mana CD pufaydan o'zi chiqdi. Sal ko'taring. Salgina qo'lni, yo'q, bunday. Qo'lni bunday ko'taradi. Salgina bosing endi. Ichaklarga salgina aniq qilib o'ynatishingiz kerak, qarang. O'ngroqqa mana. Mana chanoq suyagniki. Mana CD pufayniki. Dar ketdik sal o'ngroqqa, chaproqqa. Bemalol, ha. Orqaroq tortamiz, orqaroq. Tortaymiz, mana CD pufayg. Orqaga tortamiz, o'nroqqa o'ynating. Mana ob-havo yomon bo'lsa ham mana ukamizga rahmat Alimardon To'rayev mollarni ushlab ko'rsatib mana hozir tuqqan molda matga qanday ko'rinishini o'rgatyapmiz. Tuqqaning necha kun bo'ldi? 10 kunmi? 10 kun molda qanday ko'rinishi? Mana qara, CD pufayg, dalchi ketdik ichkariga. Ha, ketdik. Qara mana. Mana sen boya so'rading-ku, aka bola tashlagan bo'lsa qanday ko'rinaman? Karinkollalarni ko'ryapsan, kichkina bo'lgan, ichi suyuqligini ko'ryapsan, qanaqa bo'lyapti? Ha, oqishoq bo'lib turibdi. Ko'rdingmi? Yani dalchiq. Ha, o'ynatku. Mana karinkollarni ko'ryapsanmi? Mana. Ha, suyuqlik ichida qanday o'ynayapti? Qop-qora emas, oqsham emas, qora ham emas, o'rtacha, ko'rdingmi? Mana karinkollarni ko'ryapsanmi? Bolasi ichida o'lgan bo'lsa yoki anavi bo'lgan bo'lsa, xuddi mana shunaqa bo'lib ko'rinadi. Tushundingmi? Ya'ni sal ichkari tiqib o'ynat. Ana ko'ryapsanmi? Mana shunaqa bola tashlagan molni bozorda olib chiqib sotishi mumkin-da dalollar. O'sha vaqtda sen aniqlab berishing kerak. Aka bu bola tashlagan yoki bolasi ichida o'lgan deb aytib bera olishing kerak. Shuning uchun farqini sen ko'rsatyapsiz mana. Ko'rdingmi? Mana shunaqa qovakda ko'rdingmi? Yo'q, bolasi ichida mumyolanib qo'ygan. Mumyolangan bola ham ko'rinadi. O'zi oq chegarali bo'lib ko'rinadi. Agar o'lgan bo'lsa yoki bola tashlagan bo'lsa xuddi mana shunday ko'rinadi. Tushundingmi? Shogirding sen tiqqin. Xo'p, molimiz tuqqaniga 10 kun bo'lgan. Mana hozir o'sha tuqqan molni bolasi ichida o'lgan yoki qanday ko'rinishini hozir ko'ryapmiz. Bu ancha-munchaga ko'rinmaydi. Hozir papal bo'lib qo'ygani uchun birdan ko'ryapmiz. Hozir Farhodjon ko'ryaptilar. Mana Umidjon ko'rib bo'ldilar. Farhodjon mana ko'rib, xudo xolasa. Farhodjon ichkariga tiqib bemalol.
Ko'rib oldingizmi do'stim? Qani videoga oldingizmi? Aha, davay. Shamollash yo'q Ha? akalar. Shamollash bo'lib yotibdi-da. Bunga boyaga akaga yozib bergan dori-darmonni qilasan. Qonab turibdi. Ko'rdingizmi? Mana shu holat mana qarang, bo'g'ozga o'xshab ko'rinib turibdi. Ko'rdingizmi? Ha. Ko'rgan odam agar buni bola tuqqanini aytmasa, siz adashasiz уже. Qadridan rivojlanibdi, bo'g'oz Ha, deb qo'yadi. bo'g'oz deb qo'yishingiz mumkin-da. Shuning uchun mana qarang, qovoqchalarni ko'ryapsizmi? Mana karinkullarni ko'ryapsizmi? Mana qovoqcha. Bo'g'oz deb ketasiz, bola tashlagan bo'ladi. Bu yoqdan keyin nima bo'ladi? Mol sotayotgan odam shaqillatib uradi, dehqon jabrda. Xo'p, do'stlarimizga hali ham o'rgatishni davom etamiz. Kuzatishda davom eting. Ajjoningdan. Shu qo'lni harakatlantir. Sal ichkari tiqasan. Ha, sal tiq, ichkari, sal tiq. Ha, o'ynatib. Mana bola. Ko'rdingizmi? Qo'lni sal harakatlantir. Ha, bo'ldi mana ochildi. Ko'rdingmi? Harakatlantir. Ichida o'ynayotganini ko'ryapsanmi? O'sha bolani Sen tasviri ham bor. mana videoga qo'lingni chiqarayotganini bosasan. Mana, ko'rdingmi bolani? Bu 2 oylikda sal katta. O'sha harakatda. Harakatda. Ko'rdingmi farqini? Sirdaryo viloyati yangi yerga kelganmiz. Uzr xarid qilishga. Havosdami bu? Yangi center shaxtga. Rustam aka yoniga ikkita uzr xarid qildik mana. Surxondaryo viloyati Denovga. Umid bilan mana shogirdlari birgalikda kelgan. Eng zo'r qiziq narsa mana suvga chidamli deymiz-ku. Mana usti suv yomg'ir. Yomg'irda ishlatyapti. Mana ustimizda mana yomg'ir. Shunday. Buni chiqadi mana to'silgan yomg'ir shogirdga mana. Mana Suv Suv bo'lib yotibdi. ketdi. Yomg'irda esa tabar variantidan oldik. shogirdsa orqaroq tur. Orqaroq, ha. O'rgatish jarayoni, buni o'rgatib servislari ichida Sal orqaroq qaytib. yomg'ir bo'lsa ham Harakatdan kelganda bo'lsa, tiqasan-ku, tiqqandan keyin o'ynatasan, o'ngga, chapga, tepaga. Bizlar rektorkaga o'rganib qolgansizlar-da. Shuni tiqasanda qo'li panja qilib turib, yig'ishda tortasiz. Yo'q, bunda bunday emas. Bu tiqiladi, o'ngga, chapga olib borib, olib kelib, mana tepa, past, shunga pasoqqa, ana shunaqa olaverasan. Endi qara, buni mana yomg'irda bo'ldi. Sensorda misol uchun xalaqit beradigan bo'lsa, mana menyuga o'tasan. Menyuni bosasan, mana pastga tushib boradi. Ana. Yaqinlashtiryapmiz. Yaqinlashyapmiz, yana menyuni bosamiz. Ikkitaga o'tkazdik. Ko'rdingmi? Ana. 4 taga o'tkazing, ko'rdingmi? Ana, ketaveradi ana. Buni bir jinsni aniqlashga kerak bo'ladi bu, tushunyapsanmi? Ana. Ko'ryapsanmi? Shunaqa kerak. O'zi nimani ko'rayotganingni qotib qo'yding. Mana. Kattalashtirishlar uchun. Ana, ko'rdingmi? Ana. Bo'ldi, mana shu. Endi kattalashtirishga o'tamiz. Xo'p, menyuni bosamiz. Ana. Bu eng yaqinda ekan. Ana, eng uzoqda o'tadi. Bittasini o'tkazamiz, ko'rdingmi? Eng pastdagi ketyapti. mana shu bola yotibdi-ku. Ha, bola yotibdi. Jinsni aniqlashga ularga kerak bo'ladi-da bu. Ha, ko'rdingizmi? Endi mana uni pastga o'tkazamiz. Janubda meni bosang, mana bunga. Mana pidesga o'tkazing, mana bu yoqqa o'tdi. Ko'rdingizmi? Mana. Ko'rdingizmi? Bittalik qilsak, Mana yomg'irda bu. Mana apparatlar o'zimiz ham shilta bo'ldik. Endi yuylar, kit. Yana mol bor, uni ham ko'ramiz. Mana yomg'ir, haqiqiy yomg'ir. Suvda ishlaydigan T1 variantidan mana ikkita xarid qildik. O'rgatib yutdi mana Rustam aka yomg'ir bo'lishiga Haqiqiy qaramasdan. yomg'irda mana. Mashina bor. Rahmat Rustam aka ham. Bugungi mehmonlarimiz Surxondaryo viloyati Denovdan Farhodjon, Umidjon va Xorazmdan Maqsud akamiz. Bular hammalari kursdosh, selxozni bitirishgan. Endi o'sha vaqtda menimcha meditsinaga o'tuvdi. Endi biz vaqtda selxoz edi-da. Endi avtoritet bo'lib ketyapti vatandoshlarimız, xudo xolasa. Do'stlarimizga uzi apparatlarni taklif qildik. Hozir yomg'irda, shamolda bir amallab o'rgatib, xudosi yana buyog'i dalcha yana 1 yil mobaynida o'rgatamiz. Qanday o'zingizni fikr qanday bo'ldi? Qanday tanladingiz? Anchadan beri siz bilan Umidjon gaplashganmiz. Endi buni tanlovimiz suvga chidamli modelini tanladik. Maqsadimiz shu elga xizmatimizni ko'rsatishimiz. Bitta o'sha o'zi apparat qoldi. O'shani tashkillashtiramiz, xudo xolasa yurtimizga xizmatimiz tegsin deb. Albatta. Suvga chidamliligi bu biz ko'proq suvli, yomg'irli vaziyatlarda ishlaymiz. O'shaning uchun bu modelni tanlashga qaror qildik. Shunday. Nasib bo'lsa o'rgatdingiz, buyog'i yana Dalshi davom etadi. davom etadi. Bu she'rni o'rganding degani emas. Bu dalshi davom etamiz. Ayniqsa Farhodjon bilan qattiq ishlashamiz. Senda sadan rektalkadan yaxshi ekan, Farhodjonda ham bor.
hali ularni endi opit bilan oshiramiz. Nasib, boringiz Tiklaring. bersin. Rahmat, rahmat. Rahmat. Mana keldik, o'rgatdilar beminnat yomg'irlarda. Mana ikkita o'zingni birdan ishlatib ko'rdik. Narxlari ham kelishilgan narxda qilib berdingiz, rahmat. Rahmat. Xudo xolasa yana shogirdlarga, hamkasblarga, ustozlarimizga tavsiya qilamiz shunga. Bo'ldi. Xudo xolasa bu apparatlarimiz kelishilgan holda bilasizlar, baribir arzon bo'lmaydi bizda. Garantiyalari qilib berilgan. 1 yil mobaynida o'rgatish bor. Iloji bo'lsa vitvrachlarimizga bo'lib berish shartlari bor. Bularga ham shu maqsad tavsiya qildik. Yo'q, bular endi bilasizlar, katta anolar ekan bular. Shaq qilib bunday qilib otyaptilar. Endi sal qo'rqib qoldik. Mana ikkita apparatni qilib berdik. Endi xudo xolasa bu apparatlarimizni 1 yil mobaynida o'rgatib boramiz. Tushunmovchiliklar, tushunmagan joylar bo'lsa, xudo xolasa onlayn o'rgatishni davom etamiz. Endi nima deymiz? Kimga bunday apparatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilingiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.